Nima uyg'otma deysan, Tiddi? Uyg'otdim-ki, 16 marta botdim hozir. Uyg'otsang turaydimda. Telefon bu qo'yib taylar. Akam shunday bo'ladimi? Botdim. Bitimga 78 marta tuflab taylardi. Hali odam bo'lmaydi. Hech qaysi botdi. Qayerga qarayapsan? Qayerga qarayapsan? Jonimga tegdi. Hammasini nol urasiz. Kim nasab qilibsan sana? Men nima qilib uyingga sochib kelayotgan bo'lsa? Mani akam borligini bilasan-ki. O'zi momon boshimdan o'shatdi. Voy akam shu labatka bilan urdi. Shu oxiri o'ldirib qo'yadi meni. Odamlar akasi, "Uy, mashina sovg'a qilyapti. Bu 05 bitta programmani ham hal qilib bera olmaydi, okey?" Nima qilgansizmi? O'zi bitta futbolkam bor edi, aka. Sen kimdan 05 deyapsan, ha? Kimdan 05 deyapsan? Mana shu tuydirtaylar, aka. Alo. Tegisan tegib ketoy. Ulan latayni olib ket, o'la olasan. Jonim kechir pulle. Akam masam bizda futbolkamni yetibdi. Yusuf, kiyimlarini kiyib chiq, bir joyga olib kelamiz. Hosil bog'lar. Qanaqa kiyim kiyaman? Yetibdilar futbolkamni. Kiyiming yo'q bo'lsa, bo'yli oq futbolkani kiyib chiqsan. Erta shuni ham minnat qilib shunisiga urasizman. Chun bilaman, o'sha futbolka sanga. Tez chiq.